Assalomu alaykum internet kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Klinika ko'chasida ishimizni yakunladik. Xudo xolasa bu joyimiz 15 metr uzunligi. Yana bir o'tiz chiqqan. Tanlovlarimiz ham 15 metr, turbalarimiz ham 15 metr ketdi. Общий расходi 6 million 200 ming so'mga bitdi. Xudo xolasa. Tunikamiz qalinligi 0.37 tunikada bo'ldi. Taylarni ham 20 santimetrli qilib yopib berdik. Perekoz ekan ozmoz. Taylarni hisobga olib, xudo xolasa chiroyli qilib berdik. Mana turbalarimiz yumaloqlardan qo'yapmiz, juda go'zal holatda. Turbalarimiz hozirgi kunda metri 45 ming so'mdan, tanlovlarimizniki 60 ming so'mdan. Shilipka hamma rasxod ichida обязательно. Xudo xolasa chotki holatda bo'lib bitdi. Hop, mikrofonimiz 130 ming so'mdan, tanlov turbalarimiz. Tanlovimiz 60 ming, turbamiz 45 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kunda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimiz opisiyaniyada qoldiramiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha hammani xursand qilib harakat qilyapmiz shunga.